Kanalimizga xoh kelibsiz. Ushbu videoda O'zbekiston Superligasining 8 tur uchrashuvlarini ko'rib chiqamiz va chempionatning eng ko'p gol urgan futbolchilarini eslab o'tamiz. Men bilan bo'ling. Chempionatning eng snayperlari Sogdiana jamoasidan Lubchi Dorev va Paxtakor jamoasidan Igor Sergeyev har biri 5 ta gol urgan. Izohlarda qaysi shahardan tomosha qilayotganingizni va qaysi jamoaga muxlislik qilayotganingizni yozib qoldiring. Bu videoni har doim hafta oxirida qaysi jamoalar o'ynashini bilmaydigan va keyin natijalarini so'rab yuradigan do'stingiz bilan bo'lishing. Kanalga obuna bo'lishni va boshqa videolarimizni tomosha qilishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha